O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita hamkorligida o'tkazib kelinayotgan namunaviy amaliy tadbirlarning navbatdagisi 11 oktyabr kuni Angor tumanida o'tkazildi. Tadbirga O'zbekiston musulmonlari idorasi Surxondaryo viloyati vakili Rasuljon domla Abdullayev boshchilik qildi. Surxondaryo viloyati Angor tumani Abu Iso Muhammad at-Termiziy masjidida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishda Surxondaryo viloyati vakilligi rahbariyati, tuman bosh imom xatiblari hamda otinoylari, shuningdek, Angor tumanidagi masjid imom xatiblari, noiblari, otinoylar, Haj 2025 ziyoratchilari va mahalla raislari taklif qilindi. So'ng tumanlar bosh imom xatiblaridan tarkib topgan ishchi guruh tuzildi. Ishchi guruhning vazifalari taqsimlab berildi. Quyidagilar ishchi guruh faoliyatining asosiy yo'nalishlari sifatida belgilandi. Birinchi yo'nalish imom xatiblar hamda otinoylar Haj 2025 ziyoratchilarini ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga faol jalb etib, har bir mahalladan kamida 5 ta oilaga kirish. Ikkinchi yo'nalish O'zbekiston musulmonlari idorasi Surxondaryo viloyati vakilligi mutaxassislari tomonidan imom xatibning nizom asosida masjidni boshqarish faoliyati, masjidning moliyaviy holati hamda hujjat yuritish ishlarini yaqindan o'rganish, maslahat va ko'mak berish. Uchinchi yo'nalish peshi namozi vaqtida masjidga kelganlarga dolzarb mavzuda ma'ruza qilib berish. Shu maqsadda ishchi guruh a'zolari Surxondaryo viloyati Angor tumanining 4 ta masjidi hamda 6 ta mahallasiga biriktirildi. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi xotin-qizlar bo'limi tomonidan shahar tumanlar bosh otinoylari va hoji onalar bilan birgalikda o'tkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar rejalashtirildi. Tadbir doirasida amaliyoti nazarda tutilgan yo'nalishlar bo'yicha quyidagilar amalga oshirildi. Birinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zosi hamda imom xatiblar, shu bilan birga otinoylar o'zlariga biriktirilgan mahalla hududidan Haj 2025 ziyoratchisini ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga jalb etdilar. Birgalikda mahallaning eng kamida 5 tagacha muammoli xonadonlariga kirib, u yerda yashayotganlardan hol-ahvol so'radilar. Ularning muammolarini o'rgandilar, taklif, fikr, mulohazalarini tingladilar. Imom xatiblar 6 toifaga mansub 23 ta oilaga, otinoylar 4 toifaga mansub 7 ta oilaga, umumiy hisobda 30 ta oilaga kirib, ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. Yot g'oyalar ta'siriga moyil bo'lganlar hamda Mehr 4 insonparvarlik operatsiyasida Suriya davlatidan qaytarilgan bitta xonadon bilan suhbatlashildi. Moddiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatildi. Ikkita xonadonda jazo muddatini o'tayotganlarning oila a'zolari, jazo muddatini o'tab qaytganlar, muqaddam sudlanganlar bilan yurtimizda olib borilayotgan islohotlar borasida suhbatlashildi. 8 ta xonadonda ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lganlar bilan suhbat olib borildi. Ularni qiynab kelayotgan savollarga javob berildi. Ruhiy va ma'naviy barqaror bo'lish yuzasidan tavsiya va maslahatlar berildi. Nogiron va kasalmand, ehtiyojmand fuqarolar, shuningdek tabarruk yoshdagi qariyalar yashaydigan 6 ta oilalarga kirilib, ulardan ko'ngil so'raldi, sovg'a-salomlar berildi, moddiy yordam ko'rsatildi. Homiylarni jalb qilgan holda ehtiyojmandlarga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Ular orasidan o'ta nochor bo'lganlarning moddiy ta'minotidan xabardor bo'lib turish rejalashtirildi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha imom xatibi faoliyati o'rganildi. Jumladan, nizom asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay sharoitlar yaratish jihatlari ko'rib chiqildi. Uchinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan qavmga yurtimizda bo'layotgan xayrli ishlar, mehr-oqibat va shukronalik fazilati, tinchlik va osoyishtalik qadri va masjidlarni obod qilish kabi dolzarb mavzularda ma'ruza qilinib, 255 nafardan ortiq namozxon qamrab olindi. Tadbir so'ngida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, Angor tumani imom xatiblarining ma'naviy-ma'rifiy hamda masjid boshqaruvidagi faoliyatida kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatma va tavsiyalar berildi. Surxondaryo viloyati tumanlar imom xatiblari ish samaradorligini oshirishga qaratilgan ishchi guruhning faoliyati davom etadi.